Milliy gvardiya Toshkent viloyati boshqarmasi tomonidan harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari uchun shukronalik oiladan boshlanadi mavzusida tadbir tashkil etildi. Navbatdagi lavhamiz shu mavzuda. Tadbir avvalida harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari mavjud masala va ijtimoiy ehtiyojlarga yechim topish maqsadida Toshkent viloyati hokimligi, Milliy gvardiya Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi, Chirchiq harbiy prokuraturasi, O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi Toshkent viloyati kengashi, viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi mutasaddi rahbarlari bilan davra suhbati o'tkazildi. Uchrashuv davomida harbiy xizmatchilarning oila a'zolari bilan sayyor qabul o'tkazildi. Ishlash istagini bildirgan harbiy xizmatchilarning oila a'zolariga bo'sh ish o'rinlarini taklif etish va ishga joylashtirish masalalari yuzasidan mehnat yarmarkalari o'tkazildi. Bundan tashqari harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Tadbir yakunida kitobsevar harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari uchun kitoblar yarmarkasi tashkil etildi. Bu kabi tadbirlar harbiy xizmatchilarning farovonligini oshirish, ularning oilalarini qo'llab-quvvatlash hamda jamiyatda o'zaro hurmat va birlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.